Ko'pchilikni qiziqtirgan savol: Faberlik kompaniyasiga qanday a'zo bo'laman? O'zim to'g'ridan-to'g'ri kompaniyaga a'zo bo'lsam bo'ladimi? Bunday savollar kun davomida juda ham ko'p martalab keladi. Kelinglar aynan shu savollarni bugun muhokama qilamiz. Faberlik kompaniyasiga a'zo bo'lish va to'g'ridan-to'g'ri kompaniyaga a'zo bo'lishni iloji yo'q, chunki u kompaniya va siz bu kompaniya direktorlari orqali registratsiyadan o'tasiz. Agar ma'lumotlaringizni o'sha qiziqqan direktoringizga, qiziqqan insoningizga tashiydigan bo'lsangiz, sizni registratsiyadan o'tkazishadi. Bu juda ham oson, tez hal bo'ladigan narsa. Buning uchun sizdan faqatgina ishlaydigan telefon nomer, pasportingiz rasmi yoki to'liq ism, familiya va tug'ilgan kuningiz kerak bo'ladi. Shularni tashlasangiz, уже sizni registratsiyadan o'tkazishadi. Agar siz bu shaxsiy ma'lumotlaringizni berishni xohlamasangiz, quyidagi silka orqali o'zingiz registratsiyadan o'tishingiz mumkin.